Qo'qon shahrida Karimovlar sulolasining 5-avlodi sanaladigan Abdulvohid Karimov to'qimachilik hunarini davom ettirib, shu orqali nafaqat dunyo kezmoqda, balki yoshlarga ham ushbu hunar sirlarini o'rgatib kelmoqda. Navbatdagi lavhada uning bugungi faoliyati haqida so'z boradi. Hunarmandning aytishicha, ushbu egnimdagi to'nning mana shunday ko'rinishga kelishi uchun 6 xil rangli ipakdan foydalanilgan va 5-6 kun vaqt sarf qilingan. O'zbek xalqi kundalik hayotining ajralmas qismi bo'lgan hunarmandchilik san'ati, xususan to'qimachilik, necha ming yillik tarixga ega hunarlardan biri deyish mumkin. Abdulvohid Karimov esa ota-bobosi boshlagan mana shu hunarni davom ettirib kelayotgan qo'qonlik hunarmandlardan biri hisoblanadi. Bu hunar orqali biz tirikchilik qilyapmiz, to'ylarimizni o'tkazyapmiz, chiroyli hayot kechirib kelyapmiz. Salkam 50 yildan beri ushbu hunar bilan shug'ullanib kelayotgan Abdulvohid Karimov ota-bobosining izidan borib, ushbu hunar ortidan dunyo kezayotgani, ustoz shogird an'anasini davom ettirib kelayotganidan ham mamnun. Hunar orqali biz ko'p chet ellarga chiqdik, juda ko'p tadbirlarda qatnashdik, yaxshi o'rinlarda oldik. Jumladan o'zimizni Qo'qon shahrida ham hunarmandlar festivali bo'lganda yo'nalish bo'yicha 2-o'rinda oldim. Usta hunarmandning ish joyiga nazar solsangiz, bir-biridan bejirim, rang-barang ayol va erkaklar uchun tayyorlangan qo'l mehnatlariga ko'zingiz tushadi. Mana bu banoras to'n bo'lib, Qo'qon xonligida juda mashhur bo'lgan, qimmatbaho to'n bo'lgan. Zodagonlar, vazirlar kiyishgan bu to'nni. Mana bu beqasam to'n hisoblanadi. Rang-barang svet, 6 xil rangdan iborat bu. Buni xonlar kiygan. Mamlakatimizda keyingi yillarda hunarmandlar faoliyatini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan e'tibor, milliy ma'naviyat va o'zligimizni yanada chuqurroq ildiz otish uchun imkoniyat eshigi bo'lmoqda desak, mubolag'a bo'lmaydi. Elyor Ahmedov, Zamon informatsion dasturi uchun Farg'onadan.